qush adashmasam qora qush. Toshkent Uchtepa Elmurod hoji akamizning tulporlari mana mashalloh deb qo'yasizlar akalar. Akalar 33 laqabli tulporni ko'pchilik eshitgan, ya'ni Mirsodiq polvon o'tgandagi intervyularda ham aytdi-yu. So'rab menga otim shu 33 degan tulpor bo'lgan, Elmurod hoji akaning oti degan shu otni bolalari mana mashalloh. Ko'kda janovarlar. Xohlasa tulpor bo'lsin. Mashalloh. Ot boqishda ham o'ziga yarasha gashti bor-da. Ko'pchilik tulporni, ya'ni otlarni boqayotganda asfaltiga yoki boshqasiga chidamaydi, unaqa qilib sotib olganlar, ya'ni otbozlikdan chiqib ketganlar bor, lekin otni tiliga tushunadigan, otni yaxshi ko'radigan inson unisiga qaramaydi. Mashalloh, toylarni qaranglar. Akalar. Toylarga havas qilganlar bormi? Bittadan like bosib qo'yamiz. Mashalloh. Elmurod hoji akamizning toylari, tulporlari xudo xolasa oxirlarini soladigan tulporlar bo'lsin deb qolamiz. Mashalloh. Mehrojga qora qush edi narigi. Mana akalar, o'sha mashhur qora qush. Oldiga boramiz. Mana akalar. Yosh. Mashalloh. Akalar. Toshkent Uchtepa Elmurod hoji akamizning mashhur kalibr laqabli tulporlari. Saddam Husayn polvon chopadigan tulporlar. Saddam Husayn, ukalari Shamil polvon chopadigan tulporlar. Xulosda Elmurod hoji akamizning mashhur tulporlaridan yana bitta tulporlari qora qush. Qora qush laqabli tulporlari. Mashalloh. Tulporlar hammasi ko'kda hozir. Mazza qilib chillaga tayyorgarlik qilishyapti endi. Ichlarini tozalab, xohlasa. Bo'ykaydi-a bu? Boy qashqa. Boy qashqa. Boy qashqa. Mustang. Akalar o'sha Mustang. Kecha yaqindagi uloqda, ya'ni Soldatskiyning ko'p qarasida Saddam Husayn polvon reklama qilib qo'ygan tulpor Mustang laqabli tulpor. Bu tulporga oxirlar ham degan. Xudo xolasa bu yildan nasib qilsa omadlar tilab qolamiz tulporlarga. Keyingi qaysi tulpor? Mariyak degan. Shomil polvon, eng kegich polvonimiz chopadigan tulpor Mariyak. Va akalar, mana shu Toshkent Uchtepa Elmurod hoji akamizning menga bir yoqadigan tulporlari bor. Nafaqat menga, ko'pchilikka bir yoqadigan bitta tulpori bor. Oyog'i juda tez. Men bu tulporga shu Navoiyda muxlislik qilganman. Ya'ni Ferrari akalar mana. Mashalloh. Mana shu tulporga muxlislik qilaman. Navoiyda shu sezoni boshida, o'tgan sezoni boshida Saddam Husayn polvon bir kir yuvish mashinaga reklama qilib qo'ygan bu tulporda. Undan keyin mana yurtimiz mashhur polvonlaridan yana bittasi Ahror polvon Konzavod. Ahror polvon Konzavod ham bo'ldi menga zo'r tulpor. Mashalloh. Havas qilganlar bittadan like bosib qo'yamiz akalar. Shu tulporga to'g'risi o'zim muxlislik qilaman. Ferrari degan tulpor. O'zim yoqtiraman shu otni. Yaxshi tulpor jonivor. Xohlasa oxirlarini solish nasib qilsin bu tulporlarga. Keyingi tulporimiz mana akalar 34, ya'ni 34 degan laqabli tulporlari. Bu tulpor ham hali toy aka bu? Toy endi mana uloqlarga katta sezonlarga, uloqlarga endi katta uloqlarga chiqadi, xudo xolasa. Mashalloh. 33 ta nevarasi bu.
Bu 3 tulporning nevarasi ekan. Keyingi toylar qaysi toy bu? Bu boykani olib kelgan. Bu ikki laqabli otlarini bolalari ekan. Ikkalasi ham. Xohlasa. Qo'ldan kelgancha tulporlarni sizlarga ko'rsatdik. Yoqilmasa bittadan lakni bosib tarqatib qo'yamiz akalar. Mashalloh, toylar.